Assalomu alaykum talabalar. Bugungi video darsimizda jigar haqida gaplashamiz. Jigarda bo'limlari, qon bilan ta'minlanishi, uning yuzalari, tuzilishi, xullas 3D shakldagi anatomiyasini bir ko'rib chiqamiz. Bu rasmda biz hozir ko'radiganimiz bu jigarda bo'limlari. Jigarda bo'limlari bizda bu ligamentum teres yoki hepatikis dumaloq, jigarning dumaloq bo'limi esimizda bo'lsa, homiladorlik davrida ligament ductus venosus degan narsa bor edi. Jigar ligament arteria umbilicalis to'g'ridan to'g'ri jigarga emas, jigarda aylanib o'tib pastki organga o'tib ketardi. O'shanaqa holatda bu mana shu kesilgandan keyin shu narsa o'sha ligament venosus, ductus venosus ligament teresga aylanib qoladi. Jigarning dumaloq boylami. Mana bu yerda ko'ramiz. Hozir ligament falciform bor. Bu jigar o'zi bilamiz, parietal va visceral peritoneumlar bor. Ya'ni ichki qorin pardalari o'shadan o'rab turgan bo'ladi. Visceral peritoneum bilan ust tarafdan o'rab turgan bo'ladi. O'ralmagan joyi ham bor, hozir ko'rsataman. Bu falciform ligament, bu o'roqsimon bo'ylam jigar bilan qorinning devoriga, qorin old devori ichki sohasiga mana shunaqa qilib birikib turgan bo'ladi. Bu o'roqsimon bo'ylam deyiladi, ligamentum falciform. Endi bu yerda ko'rinyapti. Bu jigar ust sohasida ko'rib turibmiz. Ligamentum coronarius, ya'ni toshsimon bo'ylam bor. Ligamentum triangularis, ya'ni uchburchakli bo'ylam. Ligamentum triangularis. Yana bu boshqa tarafdan ko'rib turibmiz. Bu etubersis uchburchakli bo'ram ikkita tarafda ham bor. Chap va o'ng. O'shaning uchun ligamentum triangularis dextra, ligamentum triangularis sinistralarga bo'linadi. Toshsimon bo'ylam ham xuddi shunaqa. Mana bu yerda ko'ringiz, bar area bor. Bu mana shu joyimizda bizdagi qorin parda bilan o'ralmagan bo'ladi jigar. E'tibor berib qo'yamiz shu joyga. Keyingi videolarda men ko'rsataman, mana qanaqa shaklda o'ralmagan bo'ladi. Mana shu joy, faqat jigar shu joy o'ralmagan holda bo'ladi. Endi mana bu yerda ko'rib turibmiz, ligamentum hepatocovalis degan, ya'ni bu yerdan pastki vena o'tadi shu yerdan. Shuning uchun uni ushlab turadigan hepatocovalis degan bizda bo'ylam bor. Ligamentum teres haqida, mana bu ligamentum hepatocovalis haqida gapiryapti. Jigar bu yuzalar haqida gaplashamiz hozir. Oldingi ko'rinishda jigar oldingi ko'rinishdan bu holatda bo'ladi. Ya'ni diafragmaning tagida joylashgan, o'ng tarafda joylashgan bo'ladi. Ust tarafda bizda o'ralgan ko'rishimiz mumkin bo'lgan qorin parda bilan ust tarafdan unaqa yopishib olgan bo'ladi. Boyagi barya degan taraf bor, bu yerda ko'rinyapti. O'ralmagan jigar ust tarafdan o'ralmagan bo'ladi. Keyin yana nimalarni ko'rishimiz mumkin bizda? Jigar bu ligamentum falciform, ligamentum o'roqsimon bo'ylam ko'rib turibmiz. Jigarni o'roqsimon bo'ylam qorin old devori bilan bog'lab turadigan bo'ylam hisoblanadi. Bu ligamentum teres
hepatis ductus venosdan keyin qolib ketgan boylam hisoblanadi. Ko'rpimiz ichki sohagacha davom etadi. Bu jigarda oldi tarafdan ko'rinishi. Endi jigarda bu orqa tarafdan hozir ko'rib chiqamiz. Orqa tarafidan qanday holatda? Orqa tarafdan boyagi ko'rsak, bar ariya bor. Bu yerda umuman qorin parda bilan qoplanmagan joyi hisoblanadi. Mana bu qizilroq jigar, aynan shu joy qorin parda bilan qoplanmagan. Endi nimalar bor? Jigar bu yuqori kavak vena, ko'kdagi yuqori kavak vena turibdi. Bunimiz o't pufagiga e'tibor bersak, bu pastda joylashgan bo'ladi. Pastda tarafda joylashgan bo'ladi. Boylamlar bor. Torsimon boylam, ligamentum coronarium, ligamentum triangularis, chap taraf, o'ng taraf. Bu ligamentum teres hepatis dumaloq boylam hisoblanadi. Endi mana bu yerda ko'rdimiz, bu qon tomirlar va portal venasi, qon tomir va o't yo'li kirgan joy. Bu mana shu joy jigar darvozasi ham deb ataladi. Ya'ni 3 ta muhim element shu joydan kirgan bo'ladi. Ko'kdagi portal vena, qizildagisi bu arteria hepatica propria, ya'ni xususiy jigar arteriyasi. Bu ductus biliaris, o't yo'li hisoblanadi. Bu joyimizda past tarafdan ko'rsatilgan nimalar ko'rinib turishimiz mumkin, nimalar ko'rishimiz mumkin bu yerda. Muhim tuzilmalardan ko'rib turibmiz. Bu o't pufagi, pastki kavak vena, bu bizada ligamentum teres hepatis, dumaloq boylam. U davom etadi, ligamentum venosum bo'lib turib, ya'ni venos boylamga davom etadi. Bu yerda boyagi jigar darvozasida 3 ta tuzilma ko'rib turibmiz. Portal vena, yurak xususiy jigar arteriyasi, arteria hepatica communis, ductus biliaris va ductus biliaris ko'rib turibmiz. Yurakda tuzilmalari, yurakda jigarda qanaqa qon aylanishi, boyagi jigar darvozasini ko'rdik. O'sha yerdagi muhim tuzilmalar, ya'ni jigarning portal vena bor, ko'rdik. Portal vena, jigar arteriyasi bor. Jigar arteriyasi ko'rdimiz, jigarning xususiy arteriyasi, portal vena va o't yo'li birgalikda kirib, o't yo'li kirgandan keyin ko'rishimiz mumkin, biz qon tomirlar portal venadan, jigarning xususiy venasidan mana bu shakl. Bu jigarda o't 3 tasi bizadagi jigarning xususiy arteriyasi, portal vena va o't yo'li. O't yo'lidagi jigardagi o'tlar yig'ilib, bu o't pufagiga yig'iladi. Bizadagi qon esa arteriyadan ham yuqoriga qarab yuradi, vena portadan ham yuqoriga qarab yuradi. Vena portadagi arteriyadagi qonlar yig'ilib, ko'ramiz, borib turib, mayda bo'laklarga bo'linib va asta yig'ilyapti katta qon tomirlarga, sentral qon venalarga yig'ilib, o'ng jigar venasi, mana bu chap jigar venasiga yig'ilib, bu yuqoridagi portal, yuqori kavak venaga borib quyilyapti. Yuqori kavak venaga borib quyilyapti. Endi ko'rib turibmiz, bu yuqori kavak vena. Mana bu chap jigar venasi, bu o'ng jigar venasi va yuqoridagi yuqori kavak venadan borib qon tomirlar o'tib yig'iladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Yana portal vena bizda keladi
taloqdan, ichaklardan qonlarni olib kelib turib, shu yerda filtrlab, shu yerda kerakli moddalarni aktivlab turib yoki yo'q qilib, toza qonlarni yoki bo'lmasa aktivlashgan qanaqadir moddalarni jigarga o'tkazib beradi. Jigar orqali pastki qovoq venaga o'tkazib beradi. Jigar tuzilishi o'zi qanaqa holatda bo'ladi? Mana bu 6 burchakli bo'ladi jigar. E'tiborlangan bo'lsak, mana bu tarafdan bizda hozir portal venaga kelib quyiladi. Portal venaga kelib quyilib, o'ngcha portal venalariga kelib quyiladi. Keyin qon tomiri mana shunaqa qilib turib jigardan filtrlanib, kerakli aktivlanib, bo'lmasam zaharli narsalar olib tashlab, bo'lmasam kerakli qon tomiri tozalanib, mana bu tarafga yig'ilib, mana bu ko'rib turibmiz, subloblar vena orqali sentral vena bilan pastki qovoq venaga qarab boradi qon tomirlar. Bu siz tasavvur qilish uchun umumiy tushuncha. Jigarda qanaqa shaklda ekanligi. Bu jigar arteriyasi haqida aytyapti. Jigar arteriyasi bilamiz. Qayerdan unaqa bo'lardi? Selek arteriyadan bo'ladi. Selek arteriyaning tarmog'idan umumiy jigar arteriya, xususiy jigar arteriyaga beradi. Xususiy jigar arteriyadan ko'rib turibmiz, qon tomirlar 3 ta beriladi. O'ng chap jigar arteriyasi, o'ng jigar arteriyasi va arteriya sistika. O't pufayga qon tomir beradi. Esimizda bor. Bu mana arteriya hepatika sinistra, bunisi arteriya hepatika dextra. Mana bu arteriya hepatika propria, xususiy qon tomir. Bu jigarning tirish formatdagi ko'rinishi edi. Qisqacha yana bo'laklarga bo'linganini slaydlarda ko'rib chiqamiz yana.